minimum bor-ku, o'shanaqancha degan. Struktura agar minimumga yangilanmasa buzilmay qoladi degan maqsadda qilgan ekan. Ha. Hali buzilmagan bo'ladi hozir. Agar men bunda endi men kuzatdim kecha uy vazifalarimda qarab chiqsam, baribir mana shu flag ichidan chiqdimi, ko'p holatda ketganda bir 80-90% pastga tushib ketgan. Endi to'g'ri, ani smart money bo'yicha hali men bitta order blok bo'lishi mumkin mana shu men bu switchi. Buni yopmaguncha g'alati bo'lishi mumkin. Ani razorotni patternlarda ham soyasini yopish kerak deyapti-ku. Ana soyasini men bu switch yopayotgan ekan. Hozir yana ko'ramiz. Tak. Endi buni tarixga qarab ko'rish osonda, realniy vaqtda odam sabri ham yetmasa kerak narsa. Men bitta narsa yo'q. Men ko'p ko'rsatdim, uchburchak shu modellar bilan ishlashni ham tushuntirdimmi yo'qmi aka? Uchburchaklarni ham ishlanadi hamma anaqasida, lekin uchburchakni men hali realniy tizimanda. Hozir mana misol uchun men bitta uchburchak tizishingiz mumkinmi? Bu ham yemagan uchburchak. Misol uchun men zonadan tizsangiz bu pastga tushib yana yorib qaytib ketgan. Yorib o'tdi, retest qildi, men bittadan sero orasi agar trend o'zgardi deb anaqa qilsangiz bitta qaytib kirib, yorib tepasini yorib, retest qilib, dальше ketyapti. Turyapti, ketyapti. Bugun bozor yengil bo'lib yo'nalsa, Bugun kuzatolmadim aka men. bugun 6:30da yengil bordi, o'tdi tepaga qarab. Juda zo'r. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Endi patternlarni qidirib topib olishimiz qiyin. Endi kichkina time frame'da ko'rish kerak. Hozir bu kulliydan 4 soatda ko'raylik. O'sha payt darsdamidiz, Doniyor aka? Yo'q, vaqtli tugadi, soat 5 da уже chiqib ketdim. Yengillikda qanaqa savdo qilamiz desa, tepaga chiqsa order blokdan tillarni boya so'radi-da. Tak. 1 soatlik o'tirdi. Mana men bitta o'zi trend tushib yotibdi. Bitta qarshilik bo'lib yordi. Switch analiz bo'yicha kirganda ham misol uchun qarshilikni yorib chiqqanda men bundan kirishingiz kerak edi. Bitta switch tortib turib, men bitta majburiy kirish zonasi bo'lsa, tek profitsiz men bitta ekan. Endi men bitta misol uchun bu nima anaqa bo'ldi. Misol uchun hamda bakavik flat deydi. Lekin men yengillikda pastlarni ham yig'ishtirib ketdi. Stoplardi. Yengillikda tegini ham yorib o'tdi, dальше tepaga ketdi. Hop, men bitta tortsa, men bitta majburiy bir zonada kirsa, tek profit zo'rdi. Bularni o'zi ham hozircha taxmin qilyapti-da, men hozir mashdan hozir tepaga o'tsa, sel qattiq o'tsa, men bitta order blok bor edi.
imbalans bor. Mana shuni to'ldirib qaytadi bular pastga o'tirib selga. Mana kichkina order blok bor. Kichkina 15 minutlik ko'rayotibdi. Mana bu order blok bor. Mana bu yerda imbalans bor tagida. Hozir mana bundan yorib chiqib, o'shalarni oladi-da, order blokdan pastga ketadi o'tirib. Mana tepaga ketdi. Endi hozir ham bitta qarshilik zonada o'tolmadi, qaytmoqchi ekan. Shu trend tepaga o'zgardi deb-mi? Fibonacci'ni qanday ishlatar ekanmiz endi? Fibonacci'ni hozir mana bu patternda короче ikki xil anaqasi bor ekan. Hozir mana bitta pattern toping. So'chma pattern. Birinchisi bitta Fibonacci'ni ham chiqqan shamdan tortasiradida oxirgi minimum zonasi 0.6 ham o'sha sectionary o'tirgan 0.6 zonalarga yana kirish anaqa 1618 garam 2 prognoz. Keyin mana bunaqa shakllangan pattern shakllanganda oxirgi mana bu impuls bor-ku, ikki xil anaqa tek bor deyapti. Mana bunaqa mana buni ham o'lchaydi. Misol uchun mana buni ichidagi anaqa kecha rasm yozganlarimni tashlab berdimmi? Ha, daftarga tushirdim. Mana buni ichida qarshilik shu patternning ichida birinchi anaqasini olasizlar. Mana bu yerdan qo'ysanglar. Bu o'sha birinchi garanti deyapti. Xuddi ikki xil anaqa bor deyapti. Tek profit. Ikkinchisi mana bu oxirgi anaqada olib turib buni ham qo'yasizlar. Bu prognoz ekan. Qaysi birini qilish kerak? Fibonacci'nimi yo unimi desa, u ham bu ham ishlaydi. Menimcha Fibonacci tinchroq, menimcha kamroq qisqaroq olinadi. Soch ko'proq ikkita uchta kirilsa bittasini olib qo'yiladi. Mamlaka teklarni olish uchun. Qolganni bezovitga qilib turib, qolgan ikkita uchta bo'lsa, kirilgan bo'lsa, qolganni yo'q bo'lish kerak. Fibonacci ham 1618 keladi-ku. O'shanda bu anaqa bo'yicha xullas o'zi ham ishlamas ekan. Ishlamaydi. Bu patternlar bo'yichami? Kecha qaysi bitta adashmasam mana shu evlik bizga tashlagan ekan 15 minutlikda adashmasam. Hozir gruppaga analizini tashladim hozir ko'ring. Pattern ishlab bergan deb.
Mana shu patternlarni katta time frame'da aniqlasak-da, keyin kichkina time frame'da kirib ishlasak bo'ladimi-kan? Yo'q. O'zi katta time frame'da aniqlash ham o'zi endi o'sha qaysi time frame'da bo'lsa o'shanda ishlash kerak. Lekin Ya'ni biriktasida yevroga patternlar chizib qo'ygan bo'lsak, kichkina time frame'da o'sha liniyasiga keldimi, u switchni hosil qilib turib bir xillarda ishlab beryapti-yu. Katta time frame'da kuchni zid boradi odam. endi kulliyda qilsangiz u kulliyda 3 kun 4 kun o'tirasiz-ku. O'zi kichkina 15 minutlik, 20 minutliklarda qovurish kerak-da. Euro USDni qattiq yana yolg'iz. Mana bu pay tashlayman ko'ring. Tak. Bir 16 narx. Mana mashitda topgan ekan. Ham tushga urishdi, yasatdi. Buni o'zi urdi. Hamda tish kerak. To'g'risi mana shu bo'ladi o'zi. Hmm. 15 minutlik. Ko'ryaptimi? Aha. Mana bu yerda zona поддержкаga kelyapti. Shu order blokka degan nima anaqasiga. Ha? Yordi. Yorganni o'zi mana bu. Bir 216. Anonsi bo'yicha chiqani. Unda ham yoqqa yetib bormaydi, lekin qaytib kelib ham yengillikda borib bergan. Hozir yengillik o'rnaydi-ku. Tushib qaytib ketgani u retest qilib mana bu pattern bo'yicha ketganimi endi yo'q mana bu yarmigacha chiqib bergani hisobmi? O'zi bunacha bundoq anaqa qilsangiz mana buni aytyapsizmi? Ha, ana shu. Bunicha o'zi mana bunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Mana tushib kelyapti bozor. Oxirgi maksimum qaysi? Mana bu yerdami? Oxirgi maksimum tushib kelayotganda. Razorotniy pattern bo'yicha anaqa bo'yicha ham slom struktura mana shu yerda o'zi. Mana shu yerdan yorgan. Razorot qilgan o'zi va shu mana uchini ham o'zi mana bu yorgan ekan. Lekin mana shu oxirgi maksimum mana shu bo'lsa, o'shani retest qildi desa ham bo'ladi-da. Bu yerda уже switchni yo'q qilsa bo'ladi-da. Mana bundan Fibonacci tortib paglasheni qildi deymiz-ku, birinchi darsda o'tgan. Paglasheni qildi. Oxirgi anaqani mana urovga kelib retest qildi. Mana paglasheni qildi. Mana bundan chiqsa 1618, mana garanti, mana prognoz. Yoqqa bordi. O'tib ketgan-mi? O'zi ham so'rab ishlaydi. Yo'q. Biz ham shu bolalar bilan kasal bilan og'ir bo'lib bozor ham qaramadi. Uni o'ttirib qo'ydi. Keyin esimga tushdi. Lekin zo'r oshib qoldi. Mayli, yaxshimisizlar? Uzr, men hozir kirdim. Nima takrorlab bera olmaysizlarmi uzr? Ha. O'zi to'xtay anaqa yozilyaptimi? Video saqlang. Yozilayotgan ekan. Patternlar hosil bo'ladi-ku. Qarang. Bunaqa uch-burchak patternlar hosil bo'ldimi? Mana grafiklar rasmlarni tashlab berdim-ku. 6 xil 7 xil
patternlarni. O'sha patternlarni faqat misol uchun mana grafikda qarasangiz o'suvchi trendmi o'zi ketyapti. O'suvchi trend bo'lsa patternlar qilib mana bu pastga yorsa selga ishlash xatoroq ekan. O'suvchi trendmi tepaga yorganda tepaga kirish kerak. Har doim. Tepadagi qarshilik liniyani yorgandan keyin yorgan shammi tanasida Fibonacci tortilib turib, mana birinchi kirish tochkasi bir zona, ana switchnoyga o'xshab. Qolgan keyingisi 0618, 05 zona, mana bunda qarang, qaytib kelganda 0605 larni ham urgan ekan, olib ketgan ekan. Atak bu yerda chiqib ketaveramiz u yerda. Nolda Bir minimumga qo'yamizmi soyasiga? Eng pastga. tanaga. Mana buni eng oxirgi mana shunaqadagi minimum bor-ku, 0 ni shoq qo'yamiz minimumga. Chunki eng oxirgi minimum mana bunda. Stop lossni mana shundan sal pastroq tushirib qo'yilgan. Mana shu 0dan 1-2 pip punkt deydim. Bir mana anaqa garantik profit mana bu prognoz. Mana shuni qidiraylik, qarang, boshqa anaqalar. Tak, o'tlada yo'q. Mana bitta mana tushuvchi anaqaniki. Tak, kelyapti, chiqyapti. Mana bu ham chiqsa, misol uchun yorib chiqdi mana. Mana bu yerlardan tortib kirib olsa, ko'rasizlar ham sirasi qaytib kirib ketyapti. Chunki trend pastga tushib ketdi o'zi. Tushuvchi trend. Mana bu switch yordi. Eng oxirgi minimumni oldi mana bu yerdan. To'g'rimi? Minimum chiqdi, sirazi yordi. Mana shundan Fibonacci tortamiz. Tak kirdi mana bu tek oldi. Bunisi garantiyda. Prognozida. Qanaqasi bo'yicha? Точно olib bergan ekan. Tak. Assalomu alaykum hammaga. Alaykum assalom. Mana bittayam nima yozgan ekan. Uch yozgan ekan. Точно naqib olib bergan. Men Doniyor aka bir Instagramda bir chet ellik treyderni kuzatamanda mana shu grafik patternlarni zo'r chizgan. Faqat o'sha usulga ishlaydi. Videosini topsam tashlab qo'yaman, bir kuzatasizlar. Mayli, tashlang, ko'ramiz.
zo'r anavi har doim shunday chizib anavi qilib Lekin istoriyatsiya qo'yib boradi. realniy o'zimda qarasiz ish ketganda o'zi o'rtaladi. Uni patternini ham ko'ra bilish kerak ekanda cho'tki. Katta time frame'lar rosa topdim mana shuni o'chirib yubordim bu. Mana ham o'suvchi trend mapti bu yana. Mana ham yorib chiqdi. Fibonacci'ni tortyapti. Tag kiryapti. Garantyapti, prognozga ham borib beryapti. Mamlakasiga o'lchasachi bunda ham borib beryapti. Endi razgonni bu patternga qayerda razgon bo'ladi desa, buni o'zi anaqalarga kelib qoladi. Trend liniyalarda shakllanadi deyapti-da. Misol uchun mana shunday trend ketayotgan bo'lsa, mana shu trend liniyaga keladi. Fibonacci'dan tortsa ham uchidan aniga tortsa 0.618 o'sha 0.5 ga kelgan bo'ladi deyapti. Bitta kelgan 0.6. Mana shunaqa 2-3 ta tasdiq topgandan keyin o'zi o'sha razgon kiradigan joyi bo'ladi. Hali oxirida razgonda o'tamiz endi. Oxirida o'tadigan bo'pti endi 5-chi, 6-chi, 7-chi darslarda o'taman demadim. O'zi hamma darsda bitta tushuntirib ketaman degan-ku. Lekin yana oxirida yana bir aniq qilamiz deyapti. Kecha razgonni gapirmadi. Nima qilamiz razgonni? Gruppaga tashladim o'zi Euro GBP'da ishlab bo'lgan ekan. Euro GBP. Xos. Aktyorda. Kelja o'tib qoldi. O'sha boshlanishida. Ma'lumotmi? Ha, ana shu yerda liniya qilib olsak, pattern qilib. Liniyaga lanchatga o'tkazsangiz yaxshi bo'ladi. Mana bunda ko'ryapsizmi? Ha, pastga ishlagan ekan. Endi bu yerda hozir o'zi liniyaga kelgan, ko'tarilib, yana pastga tushganda. Yo, men bunaqa teskarisiga oldim. Gruppaga tashladim desangiz. Yo, aka, lekin u noto'g'ri deb o'ylayapman mana shu tashlaganimiz. Ya, bu noto'g'ri bu. Bu noto'g'ri. Mana qarang, trend ketyapti-ku, mana bu to'g'ri narsa. Trend o'zi o'suvchi trend bo'lib ketyapti. To'g'rimi? Mana bu shu narsa shakllanyapti. Ha.
Mana 0,502 o'tdi, yorib chiqyapti. Retest ham endi bu kulli 4 soatlik ham kulliyda zo'r bo'lgan menimcha. Kulliyda. Xuddi mana shunaqa bo'lgan. Ha, kulliyda zo'r chiqqan. Mana bu ham zo'r aniq bergan ekan. Tushib o'tdi. O'rtalarda kirib bo'lmaydi bunaqa shakl patern hosil bo'lsa. Kecha kuchli o'rinda trend liniyada hozirga o'xshab trend liniyada deb tushuntirdi. Bugun praktikada ani bolalar bilan gaplashsa, men endi USB'ni qidirdim-da endi to'g'risi. Kecha o'zi vaqtim bo'lgan, kechqurun kech kelib o'tirib 15tacha topmaydi. Liniya kelib bo'lib mashinalarni qo'ygandim. Xuddi trend liniyani mana bundan tortilganda minimumdan men minimum yangilangandan keyin mashinadan trend tortilgan. Bu kelyapti to'shni endi o'sha aytgani bo'yicha bunaqa idealniy top bo'lmaydi. Topolmadim men trend liniyaga kelgandan desam, trend liniya shart emas o'kazda. Tushib kelyaptimi bozor? Bozor tushib, shogird aytyapti. Bozor tushyaptimi, shakllandimi, tushishiga ishlayverasiz o'rtada deyapti, mamlakasiga deyapti. Unaqa bo'lsa mingta topamiz, unaqa dedim. Mana bunday tushunish kerak ekanda, aka mana bozor anani oldingi minimumni yangiladi-ku. Keyin atkatmi retest deydimi berdi-ku. Men Fibonacci 0,5 zonasiga keldi, to'g'rimi? Koreksiya 0,506 zonaga keldi. O'sha zonaga yurib kelishi bitta patern yasar ekanda. O'zi anaqa qilganda ham minimumni yangilaganda o'sha trend dash anaqa qilyapti, slom bo'ladi-yu, ani bozor strukturasi buzilganda dash ketayotgan bo'lyapti. Hozir qani hozir qayerda? Hozir chizgan kulliyda. 4 soatlikda qarang. Bozor o'sib kelyapti, to'g'rimi? Maksimum minimum yengilab kelyapti. Misol uchun minimum maksimumda imamni уже minimum qo'ydim. 4 soatli, ya'ni kulliyda hozir men bitta yorib chiqqan shamni уже tanasi bilan chiqqan shakllanib o'tiribdi. Buni anaqa qilsangiz, men bitta уже bozor trendi o'zgardi. Mana o'sib chiqdi-da, уже minimumni yengiladi. Struktura o'zgardi. Smart money bo'yicha. choch qildi-da. Cho'ch qildi. Doniyor aka, mana bu hozir eng birinchi minimumni oling-da. Hozirgi holat bo'yicha. Xos. Mana aytasiz. Ana shundan yuqoriga eng tepaga bitta Fibonacci torting-da minimum maksimum qilib. Keyin patrenni mana bu maksimum struktura buzilgan. Yo'q, narigiga, tepaga. Bu minimum bo'lsin. Ha, mana bunga do'st. Mana bundan do'st. Ha, shundan. Mana qaytish zonasi 0,506 ga to'g'ri kelyapti. Shuncha harakatda yurib kelgan-ku, mana minimumdan to yana bir 0,6 zonagacha yurib kelguncha bitta patern yasaganda. To'g'ri, hozir mana shu ham patternni hozir
shakllanayotganda mana shu ham ikkinchi tasdiq ekanda o'zi qarang. Ani trend liniya o'zgargandan keyin mana bitta o'zi o'sib kelyotgandi, mana bunaqasiga tushib ketyapti. Korreksiyasini qattiq kutardi. Mana shu 05 06 18 ga kutasizlar deyotdi-ku. Mana buni korreksiyasi. Bundan keyin anaqa bo'yicha anaqa tortardi qarang, hozir borgan ekan. Oxirgi minimumdan anga tortsa birinchi take profit garantisi manmiydi. Ham yoqda kirsa misol uchun 0618 bo'ladi, kirsa korreksiya bo'yicha. Garantisiga bormagan lekin. Garantga borgan, prognozga bormabdi. To'g'ri. Keldi. Mana bitta mujmal bo'lib, mana bitta yana bitta buzgan ekan, siklon qilgan, ketdi yana trend o'zgardi. Maksimum mana bo'lsa 0618 da qaytgan. Sizlar biz endi Fibonacci tortyapmiz-ku faqat. Ha, Fibonacci'ni torttirmaylar. Order blok o'tgandan keyin hamma bo'ldi endi 0618 05 zona doğrusu kulyapti-da, hali o'zgaradi u, hali 0618 dan ham eksilardan chiqarishlar keyin deydi. Yo'q, Smart money bo'yicha ana order blok 38 zonaga to'g'ri keladi-da doim. Mana hozir mana bitta tortdilar. Mana bitta уже 0618 dan o'tib ketgan, lekin bu yerda 0786 0786. Ha, bu ham kuchli zona bu ham. Order blok bilan mana bitta imbalansi bor-da, mana ertaga o'targan dars. Mana bu imbalans. Mana order blok desa, mana bunisi imbalans. Imbalansdan kelyapti. Bizlar ham faqat shu 05 0618 ga qarab qo'yganmiz. Endi hozir ham o'shanaqa tortyapsiz-da. Hozir ham o'sha bilan o'ra. Ha, uch burchi esa bergan ekan-da. Siz nima qilsa yorib o'tgan shanbamida kechagi o'sha darsda, yo'q, undan keyingisi deyapti. Undan keyingisi siz oxirgi maksimumi tak mana bo'lyaptimi shunda? Mana yengilgan bo'lyapti, u yerroq bo'lasizlar deydi. Bundan tortsam o'zi vaqtda mana bunaqa patternni yorgandan keyin ko'p holatda ko'rasizlar, o'zi ketganda, bami, poligon tepaga. Mana o'zlari ham kirib olsa bo'lsa kerak. Hozir bunda misol uchun mana bundan kirganda ham misol uchun risk bilan ishlayman desangiz, stopni mana bunga qo'yib tek mana buni xatoda, stop bilan risk anaqa tek orasi juda birga ketdi, teskari bo'ldi. Ha. Undan ko'ra mana bundan kirib buni ham o'zi vaqtda bo'ladi, stop yo'qda, razgonda farqi yo'q-ku, misol uchun $20, $50, $100 bilan kirib mana shu o'zi bay yoki mana bu o'zi bay qilib chiqaveradi. Stop o'ylamang bular. Aptirmaysan. Tempo nimadir? Chiqdi, retest qotdi, ketdi. Yana qancha o'zi o'suvchi trend bo'lib ketdi. Tak. Fibonacci tortsom shu zonaga ketdi. Mana bu ham kuchli anaqa pattern bo'lganda, qarang, trend liniya Fibonacci bo'yicha ham kelyapti korreksiyasi, imam patterndan ham yorib chiqyapti.
Ana shunaqa 2-3 ta narsa bilan tasdiq qilsa, уже уверен bo'lib kiraversalar-da. Ha. Trendline kelyapti. Mana buni maksimum kelyapti. Qarshilik. Pattern shakllanyapti. Yorib chiqdi. Bunda mana bundan olsa ham man borib berganda bunaqasiga ham borib beryapti. Razorotni yana qiz. Поддержка bo'pti. Bitta yordi. Xullas, tarixdan topish oson. Realda ishlatish kerak-da. Realni bilmayman. Endi baribir opit bo'lishi kerak-da. Opit. Mana hozir realda nima bo'lyapti? Nima ko'ryapsizlar? Bormi bu narsa? Xo'p, mana bitta qarshilik deydi. To'g'rimi? Shunday. Ush. Trend bilan qarshilik zona bitta joyga to'g'ri kelib qolibdi-da. Buzilsa kerak menimcha. U aynan o'sha joydan kirish nuqtasi bo'lgan ekanda, rezidens joydan. Mana bittami? Ha. Fibonacci Selga? tanlamoqchi. Ha. Tak. Mana bundan поглощение qilyapman bo'lsa. Уже bir ikki prognozda ham uribdi. Pattern chizsam o'zi ishlab bo'lgan ekan. Nima ham chizaymi bitta 05 Qaysi pattern? 08 dan. Fibonacci torting, Fibonacci ham bitta maksimum minimumdan. Men Boya tashladim. Noto'g'ri. Men o'zi ishlab bo'pti deb turdim. Shu yerda aytdim-da men. Mana o'sha 05-06-18 zona. Faqat kutish kerak ekanda hozir agar nima bo'lsa, hozir noma'lumroq-da. Siz tashlaganingiz o'chirib yuboribdi. o'chirib yuborsizmi? Ha. Hozir tashladim. Mana bolalarni silipam qoldim. Shuni Yo'q. tasvoy selga kirgan ekan endi. Ha. Selga kirdim, uchib ketdi bola. Gruppaga Tashlaysizmi? Ha.
Endi hozir mana bunda tuzgansizda Ha, line chatga oldimda. Yorib o'tganni Fibonacci'ni birini qo'yib, bu maksimum soyasiga 0 da qo'yib, o'zi 1.18 ga kelib bo'lgan ekan. Fibonacci'ni juda uzun tortib yuborganmisiz deyman-da. mana bundan tortganmisiz? Mana bundan tortgansiz. 3 ga beribdi unga garantga. Точно kelyapti. Endi bunaqa tortish xatoda, chunki o'suvchi anaqada o'suvchi trendda bu yerda hozir. Ha, shunaqa katta global trend. O'sib ketayotganiga. Boshqa naqalarni ko'ringlar. Tillarni ko'ringlar nima bo'ldi. Tillarda unaqa chiroyli shakllangan narsalar yo'q, kichkina. Keyingilar tushib ketdi. Olmantlik tushib turib bitta otsa kerak menimcha. Chiroyli bakarib kesib beradi. Mana ketganlar. Mana bu Yomon chiqdi. Jipayga Eurojipay judayam narxi ko'tarilib boryapti. Euro. Aha. Ha. Buni ham gruppaga tashlab qo'ydim rasm qilib. Kiyoti bone. Bundan chiroyli anaqasi yo'q, o'zi yurayotgan, shakllangan. Trend ham noma'lum bir holat Trumpni bakayib yurib turib yorib o'tdi. Ha, yurgan. Shunas. Xullas, buni tushunasiz. AudioJPay xuddi shunaqa shakllanayotgan ekan H4da. Endi katta yuqoriga Tak. Ishtaga sekin pastga harakat qilsa mana shundan sel olish kerak. Chunki kuchli o'rin ketdi-da. Qarang. Bitta chiqib turib mana bilan stoplarni yig'ishtirib, likviditlarni olib qaytish mumkin bu yaxshi pastga. Agar tushunmay bitta qotib qolsa, bitta ketdi tepaga. Global trend bizga ham bo'ladi-da. O'tgan trend.
audio JPEGga qarang-da, mana bu narx o'ynab qo'ygan o'shani Fibonacci qaysi biriga olsak bo'ladi? Audi JPEG. asha Ha, o'sha. 84. 84 turibdi. Mana Ha, işte mana bu. pattern bor. Ha, o'sha. Ish tepasida narx o'ynab qolgan-ku endi. Mana bu aytyapsizmi? Ha, o'sha. Mana buni aytyapsizmi? Ha, shu yer. Buni Ha, oxirgi maksimum mana bu yerda hisoblanadi-da. Hali bu anaqa qilolmaysiz. mana Buni shuni yorib oldim. chiqqan shon bo'lsa, buni kecha manimcha mana shu narsalarni o'ylab aytdi-da, ya'ni Muslim. Yorib chiqqan emas, undan keyingisi deb mana bundan tortinglar deganday qilib. Hozir oxirgi maksimumni qilsangiz ham o'zi mana bunda bo'lyapti. Tushib ketyapti. Oxirgi maksimum bu bo'lsa, hali bu yormadi. Mana bitta o'sha slom qildi mana bunda. O'shani Fibonacciga tortsangiz, o'zi ozgina qolibdi 1.68 yetishga. Mana bundan tortsa, Ha. juda katta-da, lekin Fibonacci bilan kirib bilmayman. Menga bu anaqasi yoqmadi, lekin unaqa tepadan kirish. Boyagi 05-068 ga kelgandan keyin ham ikkilanish bo'lar ekan baribir. Tushib ketyapti-da. Ha, chiqayotgan bo'lsa endi tushadimikan yo yana chiqib ketamikan deb odamda o'ylanish bo'lar ekan. Bitim ochsam. Razgonda misol uchun razgonda kiriladi-ku, misol uchun mana shu anaqa deylik, switchnoga o'xshab misol uchun mana bitta tortdi-da. Naоборот. Misol uchun mana bunda tortildi. Bir zonada kirildi-da, o'zi bir zon razgonda birda ham kirilmas ekanda. Keladi-yu qaytib. Shu 05-06-18 da kirilar ekanda. Chiqib ketadigan joy mana 1 ga kelganda chiqib ketilar ekan. Mana bitta chiqib ketilar ekan. 70%, 70-80% yopib qolganini ozgina misol uchun 20%, 30% ushlab turibdi yog'igacha. Bitta 70-80% o'sha bir zonaga 05-06-18 ning tagida misol uchun imbalansda yo order blokda kirilganlarni o'sha Fibonacci'da bir zonaga kelganda, pastdan 1 ga kelganda chiqib ketib yopilar ekan. 70-80% yopiladi. O'sha yerga buy limit, sell limitlarni taxlab tashlasa bo'lmay ekanmi shu? Bo'ladi. Qanaqa Kecha ana gruppasiga tashladik, ko'rdinglarmi tillada? Shu. $31 620 qildik-ku. Yo'q. Ha, uni ko'rdim. $31 620 qo'ygan. O'shani xatta qildi, yarim soatlikda. Tak. O'shani ochib qarandi 7-noyabr. 7-noyabr. Mana bu yerda kirib chiqib ketganman. Mana. Mametga qo'ygan ekan. Hozir. Ko'rib oling shuni. Tak. $19.54 kirgan ekan. $19.54. Hozir.
$19.54.72. 19.54.72. Qatagan 19.54. Mana bu bitta kirgan. Mana ko'ryaptim. Ha. 19.54.72 mana shu bitta liniya qo'yilgan. Nol yetmiş iki. Qarang. Bu nimaga asoslanib kirgan? Uni o'zi analiz davomida chiqib tepaga ketadi degan ekanda. O'zimcha Fibonacci topib ko'rdim. Tepaga qo'ysa tekan 05 0618 zona. Mana bu yerda imbalans bor ekan. Har kuni so'rasam, mana shu 05 0618 ga imbalans to'g'ri kelsa zo'r anaqa. Shu anaqa razgon tochka bo'ladi dedi. Shundan so'rasam. Bu yerda hozir shu aytgandek o'sha joyga kirgan, lekin endi qarang. Teskarisi. Ya ishlagan. Mana masjidga bitta bay qo'ygan, limit qo'ygan. Hozir bunda hisoblasa qattiq qo'yadi shu anaqa. Fibogani o'rtasi ham emasda. Sal teparoqga qo'ygan. Masjiddan kiryapti. Mamlakatga chiqqandami shu $600 qilib qo'ydi. Endi bu o'sha oladimi yo'q bilmayman. Ancha risk olib ketgan, qaytayotganda olib borgan bo'lsa kerak bo'ladi. Bu yerda seshno analizda yo'qda, ish qolay yo'qda, просто limit qo'ygan bo'ldi. Nimani so'rayapti? Hamda tushib kelyapti, mana postda impuls tushib kelyapti. Bu trend korreksiyasini hisoblayapti. Tagidan minimumdan maksimumga Fibonacci tortyapti. Hozir gruppada ko'rdinglarmi o'sha anaqasini? Ha, ko'rdik. Analizimda ahamiyat berdinglarmi o'zi nimalar qilgan, nima qo'ygan? Hozir gruppaga tashlab. Gruppaga tashlab qo'yaman shuni. Fibonacci tortganimda ahamiyat bersanglar, ham zonalar shu yerda turibdi, shu joyda. Mana shunaqa qilgan. Tepadan pastga tortgan, mana bitta imbalansi bor chap tomonda. Bo'ldi, shu yerda qo'yganda limit qo'ygan mana shu o'rtasiga. 0.50 bilan $31 ga 0.50 bilan masjidga limit qo'yapti. Mana shu qizil chizuvga. Oldi, keyin ketdidan shu 0.05 ochganda ishladim. Agar ushoqlaganmi yo'q Mamlakatgacha bilmadim qayerda yopganini. Balki masjidda yopganda. Endi shuni nabarotiga ochganda bor. Masjiddan shu o'tgacha 600 qilgan bo'lsa, anaqasiga kamida 2,5 bo'lib ketgan bo'lardi. Razgonda shunisi ekanda, qarang. Men просто aytmoqchi bo'lganim, udashli joyida kirib, shu kichkina mashincha yurganning o'zida, misol uchun $600 ishlatsa, 298 300 punkt deydimi, nima anaqasi? 30 punkt. 30 punktmi? O'shani o'zida $600 ishlatgan bo'lsa, endi udashli mamlakat joylarda trendlarda ushlasa razgonda. Juda katta narsa bu. Ne o'sha nima taylovdiki? $30 bilan mamlakatga ushlasa. Ketadi to'g'ri qarab. Mana 30 punkt emas. Bu necha 300 punkt bo'ladimi? 3000 mi? Ha, 3000 ya. 3000 punktda $6000 bo'lib ketadimi $30 bilan? Shunday.
Ana o'quvchisiniki taylovdiki CD deganligini. $10 dan 3600 qilgan. Yo'q, ko'rmayapman. Qani Ko'rib o'shani videosi bormi? Bir ko'ringlar o'shani, qattiq tarix ko'ramiz. Nima tilda ishlayapti? Aha. Hozir. Mana mana shu yerda ham normalniy bugun ham misol uchun razgon qilgan bo'lsa kimdir bayga normalniy pul ishlagan bu. Yangiliklarda ishlarkanmi o'zlari? Yangiliklarda ham aniq strategiyasi yo'q. Yangiliklar boya o'sha Muhammad Yahyo degan o'sha mentori bor, shogird xullas, qo'qonlik bola. Nima qilasan hozir yangilikda qayerqa yuradi mana bitta hozir mana Bakavik yuradi biza mana soat 4larda o'sha. Nima bo'lyapti desam, mana bitta order blok bor, imbalans bor, order blok hozir men bilan stoplarni yig'ib men bittadan qaytsa kerak pastga selga olamiz o'tu. Oldimi yo'q bilmayman. Men kecha Muslimga montaj urdim. Tegidan tortdim-da. Fibonacci 0.5 zonaga keldi. Mana bu yerda imbalansi bor, o'sha razgon qilgan joyiga o'xshagan. Mana korreksiyani uzun pastdan tushib yotdi. Buni qayergacha qaytadi? 0.5, 0.6, 0.8 gacha qaytadi deymiz. O'sha yerga keldi. Mana bu imbalansi bor. Razgon qiladigan joyim ham zo'r zona dedi. Selga ochsa bo'ladimi ham zo'r zona dedi. Selni ko'rdi. O'zi uchib ketibdi-da. Yangilik bo'ldi. Yangilik to'lki. Men o'zi BBM strategiyada xuddi mamlaqa narsa kutdim-da o'zi bu yerda. Pastga ketadi. Anaqada impuls bilan chiqib, men Bollinger o'rtada anaqasi bor hozir, men trendlini chalg'itib turibdi. Men Bollinger o'rtada anaqasi bor. Shu yerga chiqadi, narx shu yerdan qaytib ketib qoladi. Bu yerda ham impuls bilan keldi, yana o'rtasiga keldi. Menga o'xshab tushib ketaman-da. Tushib ketamikin dedim, tushdi, o'sha mana bundan bayga kiradigan joy. Bunda impuls bilan yorib ketdi. Shunaqa bo'ladimi dedim, yo tepaga qarab ketdim. Qani videosi bormi? Shogird $10 qo'ygan. Tashan. Tak. Mana shu oxirgisimi? Ha, mana shu opsiyon taylaganlarim. Yo, $300 bo'lar ekan. $10 qani $10'lisi. Yo, 300 dan 29 nima bo'lganlar borku, u bitta ikkitasini yopganda o'zi. Ha, mana $29 bilan analiz qilgan yo'qmi? Analiz qilganlar. Chizganlari yo'q ekan. Mana bu bor ekan. Tak, 1 soatlikda 1868. Mana bu kirgan ekan. Bir 1868 u 60. Tekrar matchda kirgan ekan. Nima bo'lgan bu yerda? Korreksiya tortdi.
Tak, 0618 ga kelgan. Yana nima bo'libdi? Trendliniya kelyapti. Nima ko'ryapsizlar? Bu narsa ko'ryapsizlar? Minimumdan maksimumga Fibonacci torting-da. Men bundan tortdim. Bundan tortsam 0618 da. Shu zonadan kirgan deb o'ylayapman men. Faqat shu Fibonacci bilan kirgan deyapsizmi? Shunga Fibonacci bilan kirgan deb o'ylamdim men. Men bundan tortganman. Men bundan tortgan ekan. Men bitta ham просто anaqa sapratman to'xtab qaytib shu yerdan ketgan, yana shunga kelgan, menimcha anaqa qilganda. Hamma ham zona tortgan bo'lsa kerak. Shu zonani bu yoqlarga o'tkazing qani. Bu yerda ish bor-ku. Bitta qaytgan joy bor ekan, ikkita. Pastdagisi ham to'g'ri keladi soyasi bilan. Shamni. Ko'zim tinib ketdi. Ma'mur aytyapsizmi? Shunday ekan. Ma'mur ekan-a? Ha, xuddi shunday. Kelyapti yana, kelyapti. Trend liniya bo'lgan. Trendliniyani o'zi ma'minga tiziladi, o'zi birinchi. Siz qanaqa chizasiz? Soch hali ma'mi yo'q, yarmiding. Maksimum yengiladimi? Men bunda tiziladi. To'g'ri. Hozir Ma'metga kelganda misol uchun nima deb o'ylaysiz? Tushib keldi, trend yordi, trend retest qilyapti deb ham o'ylaysiz-da? Lekin boplagan ekan. Bu yerda mana Fibonacci'ni tortgan 050618 plus ma'minga qaragan. Ma'metdan u shakllangan. Nima edi ma'mi? Inverted hammermi bir balo? Switchnoyda. Hammer. Yana bormi boshqasi? Video? Ya bitta shu Boshqa razborlar yo'q. razgorlar endi nima deydi, nimasi bor-da, Instagram nimasi, Muslim Akademiya kanali. Necha chiqib ketgan ekan keyin. Tak. Bu hozir 20 da chiqqanmi, 19-20 da. birdan ochib tashlayvering. Zo'r shay ekan. O'zi ham dahshat tutib olgan ekanlar-da. Eng zo'r Uchida shu vaqtda. Ya, men bunday yengili bo'yanmi deyman deb o'tdim. Shunday. 6300. Normalniy bugun ham unchalik yurmas shekilli menimcha. Bugun ham unchalik yurmadi.
2,5 ming. Zo'r o'shagan ekan. Mashta gap bilan ochilganmidi o'zi? Anaqada. Bilmadim. Struktura buzilgandan keyin nechinchi kasaniya bo'lyapti shu? Qaysi? Kirgib bitim ochgan joylari. Hozirgimi? Ha, shunday aka. Hozirgi. Qatta edi? 1800 deyapti, 60. Mana. Hozir ham kuchli globalni o'yin bor ekan, o'sha kelgan. Qaysi kasaniyasini aytasiz? Minimal, maksimal bo'lib chiqib borgani aka. Hop. Uchinchi kasaniya bo'lyaptim deymanda. 3 ga to'g'ri keladi. Minimum, maksimum, maksimum. Uchinchisi ham. Uchinchisi har doim kuchli bo'ladi degandik-ku, to'g'rimi? 5-chi yurishdan keyin katta yurish bo'ladimi o'zi? ABS strategiya bo'yicha. Elliotda o'rtada uchinchisi eng katta yuradigani 3 bo'ladi. 3-to'lqin. Ha, 3mi? 5 li qisqaroq bo'ladi. Zo'r joy tushar ekan. Qaytib yana kelamikan. 618 dona. $618 imbalansi bor ekan. Kuchli zona bo'lib qolar ekan. Kelsa agar korreksiya qilib. Patternlarni tushundinglar-a? Ha. Неважно, unaqa. Ekronni zo'r o'xshagan ekanligi. U razgoni ham tavakkal ekanda, xullas. Kichkina shot bilan kirib olib, yo'q o'xshaydi, yo'q o'xshamaydi. 10 tadan 2tasi o'xshasa ham bo'ldi, yutudasiz.
Martingale-da, Martingale. Shunaqa. Hozir bir Gruppaga sal aktiv bo'laylik. Qolganlar ham mana bu patronlarni yoki eski darsliklar bo'yicha analiz tashlab, anavi qilib vazifalarni bajarib, o'zini ustida ishlamasa hozir baribir Doniyor aka tushuntirganlari bilan esga qolmaydi. Shunday. Abdulla aka, yaxshi qoldingizmi siz? Ha, bo'ladi. Bugunlar endi sekin-sekin temperatura tushib, normalniy bo'laman. Shunchalik ham kuchli tegyapti. Ha, juda kuchli, hamma joyga yomon tarqalib gripp. Ko'chada hamma gripp. gripp. Maylan pnevmoniya bo'lib ketmasa bo'lmasiz. Kattalarniki anaqa yosh bolalar qiynalyapti. Boshlaylik. Aktivlashaylik. Ano XNS'dan shototot anaqa ochotdim. Abdulla kechagina qaysini ochdi? Just Forex ochdinglarmi sizlar? Ha, Just Forex-da ochdik. XNS'da kimda bor? XNS ham bor menda. XNS oldinroq ochgandim men aka. Ancha oldin ochganman, ro'yxatdan o'tib minimal depozit chiqarish birinchi $50 deb shunaqa qo'ygan shartlari bor edi. Keyin pul chiqarish ham sal muammo bo'ldi-da. Boya bolasi aytibdi, 2 minutda mening pulimni chiqazaman deydi. 3 minutda pul tushadi deydi. Yo'q, 2-3 kunda tushadi. Bilmayman, eskidan o'shanda ishlayman. Birinchi kirgizgan pulingizni chiqazib olib turib, foyda qilib, misol uchun $500 kirdimi, $500 ishlab shu kirgizgan pulingizni chiqazib olasiz ekan, qolgan summa tez chiqadi deydi. Katta summalar ham chiqarmisan, 3 ming 4 minglar berishganda tez chiqaman deydi. 3 minutda pul tushadi deydi. Anaqachi Just Forex'da qanaqa ekan? Just Forex'dan hech ko'rmaganman. Uni ham shunday deyishdi. Ya'ni 2-3 kunga tushirib beradi deydi. Xullas, razgonga qaysinga ochamiz? Ochish kerak. Farqi yaxshi ekan. Qaysi yaxshi? Just Forex yaxshi. Unga birga 3000 plichoda 0 ga tushirib beradi. Qaysinda? Just Forex. XNS-da. XNS'da birga 2000. Unda ham bor shekilli. Menimcha XNS'da ham. Nima? Shunaqa. Yo, 3000 lik emas, uniki 2000. Hozir. Bittani qilaylik. Tak. Kirib ko'raylik o'sha saytiga. Meni ma'lumotlarimni hech qabul qilmayapti-da. Bo'lmaydi bu nimaning deydi. Yo'q, qabul qiladi. Anonga kirishingiz kerak. Men ham xuddi shunday bo'ldim. MyGovga kirasiz. MyGovga kirganingizdan keyin o'zingizning yashash joyingizda ma'lumotnoma chiqadi. O'sha ma'lumotnomani buyurtma berasiz, PDF fayl keladi, o'shani skachat qilib olasizda, keyin anonga tashlaysiz. Boyagi telefondan kirayotgan bo'lsangiz, приложениесі bor-ku Just Forex'da.
приложениyaning ichidan kirib, приложение ichidan kirib, o'sha dokument yuklash joyiga bosib, o'sha dokumentni tanlab jo'nataverasiz. Pochta orqali jo'natsangiz qabul qilmaydi. Приложениyadan oson ekanmi? Ha, приложениyadan oson. Keyin menga сообщение keldida, nima uchun qabul qilmayapsizlar dedik. Bizani приложение bilan dedi, elektronniy pochta dedi, boshqa ma'lumotlar keladi dedi. Siz to'g'ri tushuningizmi? Unga kelmaydi. Biza dedi, pochtaga kelgan ma'lumotni приложениyaga ulab bera olmaymiz deb keldida. Ekran ko'rinyaptimi? Ha, shunday. Just Forex'mi, Just Markets'mi? Mashami? Just Forex'mi? Ha, shu. Serverida Just Forex, lekin saytida Just Markets yozilgan. Ikkalasi ham bittami? Ha, bitta faqat serveri Just Forex'da. Manda hozir nima turibdi? Forex broker turibdi. .com. Registratsiyaga Just Markets yozing. Hozir. Just Ma'mi? Ha. Shu vijitlardan turibdi oladi. Mana shu. Ha, to'g'ri shu ekan, shu. Bu. Play Market anonsi ham bor buni. Приложениyaси ham. MyGov'da yo'q ekan. приложениyadan olsa bo'ladi deysiz-ku. Unaqa topolmadim. Ma'lumotlar. Ma'lumotmi? Ertaga sizga anaqa qilaman bo'lmasa, yo screenshot qilib tashlayman. iPhone'mi sizlarda yo anaqami Androidmi? Android. iPhone'da bormi ekan? Keyin qanaqa tarzda jo'natish kerak dedingiz? Dokument yuklash degan joyi bor, o'sha dokument joyi yuklanadi, jo'natib yuboriladi, отправка joyi bor. Shu verifikatsiya o'taydigan joydami, saytidan? Ha, verifikatsiya saytiga kirasiz, anonga приложениyaga kirasiz, verifikatsiya qil deb chiqadi, o'sha ustiga bosasiz. Keyin pastga ko'rsatadi, dokumentni yuklagan deydi. Keyin MyGovdan ko'chirib olgan joyingizga o'sha dokumentni yuklaysizda, отправка qiling deydi, отправка qilni bosib jo'natib yuborasiz. Sizda nimangiz qanaqa bo'ldi? PDFmi yo qanaqa variantda edi? PDF format. O'zi PDF formatda beradi anoni MyGov sayti. Men o'sha MyGov anaqasini yo'qotib qo'yman, login parolimni. Pasportni bo'yi boshqatdan registratsiya qilib, pasportimni kirgizsam, bu bor deyapti. Plus parolim esimda yo'q. Raqam ham o'zgarganmi? Yo'q, telefon o'zgarmaydi. Agar o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Qanaqa o'zgaradi? Mana MyGov приложениyasi bor-da. O'shanga kiring. Parolni unutib qo'ydim deb anaqa qilsangiz chiqadi-ku, zabel parol. Mana kirishda login maxsus kod deyapti-da. Mana mana o'z telefonimdan kiraman. Так, единственный система. Возможность позволить безусловно. Qanaqa qilinadi? Yana login parol so'rayapti. Loginim nima bilmayman. O'sha yerda parolmi shunaqa bo'ladi? Login yozing, loginingizni bilasizmi? Loginimni ham bilmayman-da, nima yozganimni. Unda qiyin. Men ham loginni ham bilmasdim.
keyin pasport ma'lumotlarimni kiritsam, bu ma'lumotlar avval kiritilgan deb Ha, keyin raqamga qarasam, raqamni mana anaqa o'zgartirib berdi. pinofilda anaqa edi, pasportni tegidi anaqasimida. Shunday o'sha. Nechta oxirgi nechta raqam sanalardi? JSHR deydi 14 tani Tug'ilgan shunday. kuningiz borku, Ha, tug'ilgan kuningiz pastda bo'ladi, o'shandan bitta oldingi nomer bilan boshlaysiz, raqam bilan. tug'ilgan kunim bu anaqa bo'yicha gapiryapsizlar hozir, plastik ID Tug'ilgan kuni karta bo'yicha. sanasi bo'yicha. ID kartami? Ya, ID karta emas menda. Ha, Tak, bu Oddiy mana. pasport biometrik pasport. Yo, menda oddiy pasportda tak tug'ilgan kunim bor ekan, to'g'ri, 0406. Undan bitta oldi, bitta raqamni qo'shing, Aha. keyin dalsh olib keting. Oxirida ikkitasi qoladi. 1, 2, Oxirida 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ha, to'g'ri. Tak, hozir bitta yozib ko'ringlar. Ha, Yasmina. Tak. 3. И серия, и номер паспорта. Aka. Endi kodga oladida. Berdi. Hop, loginga nima yozaman hozir endi? Yangi loginlar kiritasizmi? One ID. Doniyor foydalanuvchi. To'g'ri, bo'ldi, berdi. Doniyor ekanda loginim. 3 buni bir necha yil oldin, 3 yil oldin bitta birachga mana shunaqa anaqadan o'tayotganimizda Ameritrade bor anaqa. Amerikanskiy broker. Aksiyalar bo'yicha o'shanda ochib bergan edi. Shu joyga сохранить chiqadi-da, Google сохранить. O'sha сохранить qo'ysangiz, har doim keyin login parol tering deydi. Login terish joyiga bitta bosasiz, ham loginingizdan parolni birdan chiqarib beradi. Xohlagan vaqtingiz keyin bosib kirib ketaverasiz doim. Terib o'tirmaysiz. Hozir yozyapsiz-ku, сохранить Google chiqqan payti bosib yuborsangiz bo'ldi. Rasmiy so'rash qiyin parol berdi, katta har kichkina har X saqlanib parol yozib qo'ydim. Сохранить. Tak, endi qayerdan edi anaqa o'zi? Ma'lumotnomalar degan joyi bor, menimcha. Hozir kiraolmayapti. Nimadir o'ylayapti buni.
Noto'g'ri login yoki parol kirgizyapti. Boshqatdan kiring. Приложениеga kirolmayapti. Login parol teryapman-da. Aylanyapti. O'zi mana shu qayerdadir boya bitta dokument jo'natsam, anaqaga eksinesta qilayotganimda bo'lmaydi bu deyapti. Eski anaqa 6 oydan yangi bo'lish, 6 oy ichida olingan adres tasdiqlaydigan anaqa bo'lish kerak ekanmi, eski ekan. Kirmayapti. Noto'g'ri login yoki parol kiritilgan. Iltimos tekshirib qaytadan kiring. Tak, personalniy daniyda o'zi mana rasmlarim chiqyapti, pasportli anaqa. O'zi kiryapti. Hop. Главный. Asosiy adres qayerdan qidirilardi? Doimiy yashash joyi degan nima bo'lishi kerak? Poiskka priyoski Ma'lumotlardanmikan? Ma'lumotlarniki. Kirasiz ikkinchi turibdi. Ha, manzil ma'lumot axborot. O'shami? Yo'q. Yo'q, bo'lmasa. Ananda doimiy yashash bo'yicha ma'lumotnoma degan joy bor. Mana qarang. Poiskka bitta yozing, shuni chiqib keladi birdan. Ma'lumotnomalar degan joy bor. Ikkinchi turibdi birdan. Transportnidan keyin turibdi. Ma'lumotnomalarga kirsam, nikoh to'g'risidagi ma'lumotnoma, shaxsiy uy-joy to'g'risidagi ma'lumotnoma, manzil ma'lumot axboroti, doimiy yashash bor ekan. Tak, xizmatdan foydalanish. Ha. Xizmatdan foydalanish. Ajalab yana login parol so'rayapti. Приложениеga kirolmayapti bular, registratsiya anaqasi. Siz hozir kira olmadingizmi? Sizlarda telefoningizdan kirib qo'yinglar, kiryaptimi? Kiryapti. Men hozir kirib ko'rdim. Gruppaga tashladim mana. Kirmayapti menda. Amaliyotda shug'ullanib ko'raman. Just Forex приложениеsi bilan shuni ko'ringlar iPhone'ga. Play Marketda yozsangiz ikkita chiqadi. Bittasi yashili, bittasi ko'k ranglisi. O'sha ko'k ranglisini skachat qilib olasizda. Yashili kopiya trading uchun ekan. Ha, o'z
Jasmarx Trading. Kokerni aytyapsizmi? Kokeni skачать qilib oling. Mana shu adres tasdiqlaydigani ham bor o'zi. Tak. Bu ham eskiganda. Xullas Ular yangisini olishdi. ular aytyapti, davlat belgisini bilan tasdiqlangan bir narsa bo'lishi kerak deyapti-da. Ko'p urinib ko'rdim, o'tmadi. Keyin davlat belgisi, mana bu gerb, bayroq shular bor-ku. Maygovdan oxir o'sha olib tashlaganim o'tdi-da. Voy, meniki arabcha ochyapti. Sizlarda ham shunaqa ochuvmi? Nastroykadan to'g'rilab olasiz. Qayerda endi u nastroykasi? Bo'ldi, men topdim. Tak, rусский звон. To'rtinchi turgani yer sharini rasmi bor. Topdim hozir. O'zbekchasi ham bor ekan. Yo'q-a? Yo'q. Adashimdan bu mavjani registratsiyadan qo'ydi. Adres so'rayapti. Programmasini ham oldilaringizmi? Shunday. Ananga kirasiz. Play Marketda приложениеsi bor. O'shani ko'chirib olasizda, shu orqali ishlaysiz. Depozitga pul kiritishsam, hamma narsasi oson. Pul chiqarib olish ham. Приложениесini ocha olasizlarmi? Telefonda? Programmasimi Jos Market'da? Ko'ring, gruppaga tashladim. Mana bunaqa narsa chiqyapti hozir. Shunaqa maniki. Birinchisi nima, ikkinchisi? Birinchisi get started, ikkinchisi login. Sizda loginingiz yo'q-ku. Birinchisini tanlang. Birinchisini tanlasam, уже manimcha shaharning qayerdan anaqa endi o'tdi. Anaqa chiqyapti. Men birinchisini ichiga kirsam, har xil anaqalar chiqyapti. O'zbekiston tanlasam, O'zbekiston ekan menimcha. Oho, bizlarda inglizcha chiqdi-yu. Endi bunaqa chiqadi. Bilmadim lekin. Nastroykasi qayerdan ham o'ynayman men. Sizda iPhone-ku, o'sha uchun shunday bo'lyapti. Hozir bir nimalar kiritib to'ldiring. Keyin nastroykasiga kirib o'zgartirib olasizda endi. Hozir приложение ochgandan keyin nastroykasi bor. Keyin tilni o'zgartirib olib to'g'rilaysizda. Hop, O'zbekiston ikkinchisi nima ekan? Parol, login parol deyapti menimcha. Pochta bo'lsa kerak.
Hop, kirdim anaqaga. Nastroykasi burchakdami, o'ntami? O'sha yo'q, chap tomonga anacha bor. Odamchani belgisi bor, o'shanga kiring. Hozir topdim bo'ldi. Ha, bo'ldi, qildim. Inglizcha qildim kirib. Tak, endi Akkauntga sizga kirsangiz, o'sha anavi personalniy data, hamma narsa ma'lumotlar chiqadi. O'zgartirib olsangiz bo'ladi. tak, sizlarda inglizcha o'tiribdimi hozir? Ha, inglizcha. Personalniy datalar o'zgartiriladi. Ha, Tak, personal data. first name. Doniyor. Ben ham o'chib oldim. Male, female, мужской, женский родmi, да? Мужской, женский degani anaqamidi inglizchada male, femalemidi? Qayerda ko'ryapsiz? Mali shu erkak bo'lishi kerak, mali. Yo'q, Hmm. anaqami? Ha, ayol qilib qo'yingda. Yo'q. Erkak mali. Mali ekan. Sal qopdi. Adresda qanaqa yozish kerak endi? Polni anaqa qilish kerakmi? Ko'chani otini yozib qo'yish kerak. Yo, ani Maygoda olingan anaqa bilan bir xil bo'lish kerakmi? Maygo bilan bir xil bo'lishi kerak. O'sha unda Maygo yozilgan bor-ku. O'shani yozsangiz ham bo'ladi. Yo'q. Hop, dom qanaqa yoziladi? 42-dom, 48-kvartira bo'lsa, hozir men bitta bor edi menda adres. Saytidan verifikatsiya qilganingiz osonroq bo'ladi. Так. Качество. Bu faqat Meta 5 da ishlaydimi? O'zi Meta 5 qulayroq, mana undan qara endi. Meta 5 to'g'ri. Kompyuterda ololmayapman. Demo ochgan. Kompyuterdan nima ololmayapsiz? Shu demo ochgan standart. O'shani Demo ochdim. Just Forex'da anonsi bor. Just Market'da anonsi bor. Xohlang ko'chirib oling, yo bo'lmasa Любой sizga MetaTrader 5 bo'ladigan bo'lsa, boshqa firmaniki o'shanga kirasizda Just Market deb anavi poisk berasiz. Keyin kelib chiqadi. O'sha serverni tanlaysiz. Tanlaganingizdan keyin login parolini yoz deydi. Login parollarni yozib kirib ketaverasiz bo'ldi. Yo bo'lmasa Just Market'dan o'zini anonsini ko'chirib olingda, skachat qilib
Login parolingizni terib ochib olavering. Shunaqa qilsam ham bo'ladi. Tax identification number nima edi? Bilasizlarmi? Qanaqa? Tax identification lozim. Gruppaga tashlolmay eng oxirgisi. Eng pastda turgan. Menda ham to'ldirilmagan ekan shu narsa. Bo'sh turibdi. Menda ham Anaqa emasmi? Ana pochta indeksi bo'ladi, yoziladi, o'sha emasmi? Shuni deyman-da. Hozir Google'dan anaqa ko'ringlar. Nima ekan? Tax Shu narsa ekan aka, men ham hozir indeks nomer yozuvdim, qabul qildi. nima yozib Pochta indeks. inini ekan menimcha. Eneni Identifikatsionni налоговый номер dot. Google'dan Ne? perevod qilsam. Inini ham yozish kerak ekan. Identification number of receipts. Bor ekan. Mana anaqadan registratsiya qilganimizda Amira Trade borku. O'sha yerdan registratsiya qildirganimizda anaqa edi. Uni ruschaga, inglizchaga tarjima qildirib, tarjimonlardan qildiruvdi. O'sha yerda ham hozir mavjud yozilgan ekan mana Hojiakbar Doniyor G'ayratjonov identification number of receivers deganda 449 menimcha shu bo'lsa kerak. Shuni yozib qo'yraman bo'lsa. Tak bo'ldi. Tak bularni to'ldirgandan keyin nima qilish kerak ekan? Ana kartalarni qayerga tiqarkan? Kartalarni qo'shdinglarmi? yo'q, qo'shganimiz yo'q hali. Real pul taylaganimiz yo'q. Depozit degan joyi bor. O'zi kirsangiz, real akkaunt ochasiz, shaxda o'zidan. Saytga kirib ochsangiz ham bo'ladi real akkaunt. Keyin depozit bu deb chiqadi. O'sha depozitni bossangiz, karta registratsiya chiqadi-da. Hop, depozit, account, MetaTrader. Visa. Hozir bor. Investorska shot o'zi ochilgan bo'ladi. Uni belgilamayda realniy akkaunt ochish kerak MetaTrader 5 dan. Bu yerda hozir kirganni o'zida bittada sirazi ochyapti-manda. Qarang, mana depozitni bosdim. Depozitni bossam, akkaunt deyapti. MetaTrader 5 standart deyapti.
bo'lmasa ochilgan ekanda hozir. Shuni Uni pochtangizga hozir registratsiya qildingiz-ku. hmm. MetaTraderga ulashga 5 ta nosi login parol kodlari kelgan bo'lishi kerak. O'shani MetaTrader 5 ga ulab oling birinchi. Sizga shu akkaunt ochildi, login paroli shu deb keladi-da. Ona endi bu ham arabchada ketdi. Endi ananda перевод qilib olasizda Google'da. Mana перевести на русский. Tushunasiz-ku? Nima qilamiz? O'zimiz karta bo'ladimi? Pullama Visa kartadan ham boylanadi. Откройся клиент. Ben tushunmadim xullas. Mana kelyapti. Saytidan qovursa yaxshi. Tinchmi deyman-da. Yo'q, menda hech qanaqa muammo yo'q. Birinchi saytdan ro'yxatga o'tdim, hozir programmasini yetib oldim. Saytga boyagi login parollaringizni yozib kiring. Keyin hozirgi akkauntni o'chirib tashlab yangi akkaunt ochsangiz ham bo'ladi. MetaTrader 5 ga standart qilib. Pochtangiz yo telefonda ulang deydi. Kodini ulab kirsangiz ham bo'ladi. Kirdim mana. Video zapisni to'xtatib qo'ysangiz bo'lardi. Video zapis to'xtagan manimcha. Aslida ekran to'xtatdimi? Ha,